Bismillahirrohmanirrohim. Aziz birodar va opa-singillar, bugun sizlarga Qadr kechasi haqida gapirmoqchiman. Bu oddiy kecha emas, bu shunday ulug' kechaki, Alloh taolo uni 1000 oydan ham afzal qilgan. Qur'onda shunday oyat bor: Laylatul Qadr 1000 oydan yaxshiroqdir. Tasavvur qiling, 1000 oy bu taxminan 83 yil degani. Demak, kim shu kechada Allohga ibodat qilsa, xuddi 83 yil ibodat qilgandek savob oladi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam shunday deganlar: Kim Qadr kechasini iymon bilan va savob, umid qilib ibodat bilan o'tkazsa, uning oldingi gunohlari kechiriladi. Subhanalloh. Bir kecha sabab yillar davomida yig'ilgan gunohlar kechirilishi mumkin. Shuning uchun sahobalar bu kechani juda kutishgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yana aytganlar: Qadr kechasini Ramazonning oxirgi 10 kunidagi tok kechalaridan qidiringlar. Ya'ni 21-kecha, 23-kecha, 25-kecha, 27-kecha, 29-kecha. Ko'p ulamolar 29-kecha bo'lishi ehtimoli katta deb aytishgan. Lekin aniq yashirilgan odamlar ko'proq ibodat qilsin deb. Bu kechada nima qilish kerak? Eng avvalo tavba qilish. Gunohlarimiz uchun Allohdan kechirim so'rash. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam eng yaxshi duoni o'rgatganlar. Ya'ni Allohumma innaka afuvun tuhibbul affa fa'fu anni. Ma'nosi: Ey Alloh, sen kechirguvchisan, kechirishni yaxshi ko'rasan. Meni ham kechirgin, Robbim. Tasavvur qiling, bu kechada farishtalar yerga tushadi. Jibril boshchiligidagi ko'plab farishtalar tushadi. Ular tong otguncha tinchlik va rahmat olib keladi. Shuning uchun ulamolar aytishadi: agar Qadr kechasida bitta chin dildan duo qilsangiz, Alloh taqdiringizni ham yaxshilikka o'zgartirishi mumkin. Kasallik shifoga aylanishi mumkin. Qiyinchiliklar yengillikka aylanishi mumkin. Ko'z yoshlar quvonchga aylanishi mumkin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ramazonning oxirgi 10 kunida juda ko'p ibodat qilganlar. Hatto hadisda aytiladi: Payg'ambarimiz oxirgi 10 kun kirganda kechalarini ibodat bilan o'tkazar, oilalarini ham uyg'otar edilar. Aziz birodarim, aziz opa-singillar, bir savol beraman. Agar sizga kimdir bugun bir kecha ishlasang 83 yillik maosh beraman desa, ishlaysizmi? Albatta ishlaysiz. Ammo Qadr kechasi bundan ham ulug'. Bu kechada 83 yillik ibodat savobi beriladi. Shuning uchun bu kechani uyqu bilan o'tkazmang. Hech bo'lmasa 2 rakat namoz, Qur'on o'qish, zikr aytish, salovat aytish, duo qilish. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: eng yaxshi amallardan biri Allohni ko'p zikr qilishdir. Shuning uchun bu kechada ko'p ayting: Subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar va albatta payg'ambarimizga salovat ayting. Ramazon oyida shunday bir kecha borki, u oddiy kecha emas. Bu shunday muborak kechaki, Alloh taolo uni boshqa barcha kechalardan ulug' qilgan Qadr kechasidir. Qur'onda shunday oyat kelgan: Albatta, biz uni Qadr kechasida nozil qildik. Qadr kechasi 1000 oydan yaxshiroqdir. Bu oyat Qur'onning aynan shu muborak kechada nozil bo'lganini bildiradi. Demak, bu kecha Qur'on tushgan kecha. Shuning uchun ham uning qadri nihoyatda ulug'dir.
Kim qadr kechasini iymon bilan va savob umid qilib ibodat bilan o'tkazsa, uning oldingi gunohlari kechiriladi. Boya aytganimdek, qadr kechasini eng mashhur duolardan biri Allohumma innaka afuvun tuhibbul affa fa'fu anni. Ma'nosi: ey Alloh, sen kechirguvchisan, kechirishni yaxshi ko'rasan, meni ham kechirgin. Bu qadr kechasini eng afzal duolardan biri. Ikkinchi, gunohlar kechirilishi uchun duo. Allohumma g'firli va li validayya va lil mu'minina val mu'minat. Ma'nosi: ey Alloh, meni ota-onamni va barcha mu'min erkak va ayollarni mag'firat qilgin. Rizq va baraka uchun duo. Allohumma arzuqni rizqan halalan tayyiban va barakatan fihi. Ma'nosi: ey Alloh, menga halol, pok va barakali rizq bergin. Kasallardan shifo uchun duo. Allohumma rabbanas ashibil basa ishfu anta shofi la shifa illa shifauk. Ma'nosi: ey odamlarning parvardigori, dardni ketkaz, shifo ber, sendan boshqa shifo berguvchi yo'qdir. Jannat so'rab duo qilish. Allohumma inni asalukal jannata va auzu bika minan nar. Ma'nosi: ey Alloh, sendan jannatni so'rayman va do'zaxdan panoh tilayman. Qalb tinchligi uchun duo. Allohumma aslih qalbi va yasir amri. Ma'nosi: ey Alloh, qalbimni to'g'ri qil va ishlarimni oson qil. Oila va farzandlar uchun duo. Robbana hab lana min azvajina va zurriyatina qurrata ayun. Ma'nosi: ey Robbimiz, bizga juftlarimiz va farzandlarimizdan ko'zimiz quvonchini nasib qil. Qadr kechasida yana ko'p aytiladigan zikrlar. Subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar, astag'firulloh, la ilaha illalloh. Bismillahirrohmanirrohim. Ey mehribon Alloh, bugun biz sen ulug' qilgan qadr kechasida qo'llarimizni ochib senga duo qilyapmiz. Ey Robbimiz, agar bizni kechirmasang, kim bizni kechiradi? Ey Allohim, gunohlarimiz ko'p, ammo sening rahmating ulardan ham keng. Bizni mag'firat qil, ey Rahmonim. Ey Allohim, qalblarimizni pok qil, bizni to'g'ri yo'ldan adashtirma. Bizga halol va barakali rizq ber. Uylarimizga tinchlik ber. Oilalarimizga baraka ber. Ey Robbimiz, kasal bo'lganlarga shifo ber. Dard chekayotganlarga yengillik ber. Ko'z yosh to'kayotgan bandalaringni ko'z yoshlarini quvonchga aylantir. Ey Allohim, ota-onalarimizni mag'firat qil. Ularni sog' bo'lsa uzoq umr bilan siylagin. Agar vafot etgan bo'lsa jannating bilan mukofotlagin. Ey Robbimiz, farzandlarimizni solih qil, soliha qil. Ularni iymonli, odobli va baxtli qil. Ularni yomon yo'llardan saqla. Ey Allohim, bizga jannatni nasib qil. Bizni do'zax azobidan saqla. Oxiratimizni chiroyli qil. Ey Robbimiz, bizni sen sevgan bandalaring qatoriga qo'sh. Bizni qadr kechasining barakasidan mahrum qilma. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam o'rgatgan duoni ham aytamiz. Allohumma innaka afuvun tuhibbul affa fa'fu anna. Ey Alloh, sen kechirguvchisan, kechirishni yaxshi ko'rasan, bizni ham kechirgin. Ey Alloh, bugun qilgan duolarimizni qabul qil, gunohlarimizni kechir, qalbimizni tinch qil, bizni jannat ahlidan qil. Amin.